juda ham effekti zo'r bo'lgan. Bu ya'ni kurkuma. Bemalol tavsiya kurkuma juda ham hamma joyda sotiladi. Kurkuma va zanjabil, ya'ni imbir. Shu ikkalasini kurkuma yarim choy qoshiq. Zanjabili bo'lsa maydalab bir choy qoshiqni iloji bo'lsa, ya'ni yarim litr qaynayotgan vaqtida mayda olovda qaynayotgan suvga yarim choy qoshiq kurkuma, bir choy qoshiq maydalangan imbirni sovurasizlar. Unga qo'shib agar anaqa immunitetlaringizni ko'tarishni xohlasanglar, limonni siqilgan, ya'ni limonning suvini bir choy qoshiqi hamda bir choy qoshiq toza asalni qo'shsanglar, ham immunitetlaringiz ko'taradi. Mana shu to'rtovlasi balg'am ko'chirishi hamda quruq yo'tal yoki nam yo'tal bo'lsa, astma kasal bo'lgan bemorlarimizga ham juda effekti yaxshi.